Assalomu alaykum, qadrli Basseyn.uz obunachilar. Hammaga xayrli kech. Mana Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi fontanimiz bitdi. Hozir buni ishlashini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Mana bu serdechkasi ishlaydi. Doimgidek pultga qo'yib qo'yganmiz. Xohlasa mana shu holatda ishlatish mumkin. Agar to'pni ekan ham ekonomik qilaman deyotgan bo'lsa, ekonomik qilaman deyotgan bo'lsa, kech bo'ldi. Charchaganmiz, so'zimizdan adashib ketyapmiz. Qabul qilib qo'yasizlar buni, inobatga olib uzib. Mana bu ikkinchi holat, ikkinchi kalso yondi. Uchinchi kalso yonadi hozir. Mana bu uchinchi kalso. Xohlasa mana shu holatda ishlatsa bo'ladi. Xohlasa yana boshqa palajinada ham ishlatsa bo'ladi. Misol, ikkita o'rtani o'chirib qo'yib, mana bu holatda ishlatsa ham bo'ladi. Yoki bu holatda ham o'rtani o'chirib qo'ying, o'rtani faqat katta kalsoni yoqing, bo'ldi, tamom. Mana shu holatda ishlatsa ham bo'ladi. Xullas bu fontanimizning diametri 5 metr. Общий mayolkalari bilan 0 dan bitishi xullas xizmat haqi ichida bo'lib $10,000 ga bitdi. Endi buni $10,000 dan arzonlashtirsa ham bo'ladi, nima material tanlashiga qarab kelib chiqadi. $10,000 dan qimmatlashtirsa ham bo'ladi. Misol aytaylik, svetni arzondan qo'yib, mayolkasini arzonroqdan qo'yib, shunaqa qilib arzonroq variantda ham qilsa bo'ladi, ili qimmatroq variantda ham qilsa bo'ladi. Yana ham svetni zo'rlarini qo'yib, kafellarni zo'rlarini qo'yib misol uchun. Lekin xizmat haqisi o'zgarmaydi. Agar materialni olib beradigan bo'lsa, hamma narsasini olib bersa, klient xizmat haqi ustalarini kvadrat metri $50 dan hisoblanadi. Mana shu berilgan mozaikasini hisobida o'lchanadi kvadrat. 0 dan bitirib topshirib chiqib ketiladi ustalar. Xullas, kimga shunaqa fontan, basseyn, muzikalniy fontan, sun'iy sharshara qurish kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. 24 soat inshaalloh ishlaydi nomerda. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani, mana sentri, mayda dehqon bozori bor. Nachti, xudo xolasa shu yerda kafelar qurilyapti, mana kanalning bo'yiga. Kelib, kafeda dam olib mehmon bo'lib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.